1001 kecha 615-kecha. Ey saodatli shoh deb davom etdi Shahrizod. Eshitishimga qaraganda xazina xizmatchilari Javdarni rosa kaltaklab, xazina tashqarisiga chiqarib tashlashibdi. Xazina eshigi va yana ilgarigidek yopilib, anhor suvi yana asta oqa boshlabdi. Mag'riblik Abdusamad to Javdar o'ziga kelib ko'zini ochguncha uni o'qiy boshlabdi. Javdar o'ziga kelgach, Mag'riblik undan: "Ey tentak, nima qilib qo'yding?" deb so'rabdi. "Men hamma to'siqlarni yengib, axiyri onam oldiga bordim. O'rtamizda tortishuv boshlanib ketdi. Ey akajon, men sizga aytsam, u barcha kiyimlarini yechdi, ham faqat ustida bittagina ich ko'ylagi qoldi. Shunda onam: meni sharmanda qilma, avratni ochish mumkin emas-ku dedi. Men unga rahm qilib ich ko'ylagini qoldirdim. Shu vaqt onam birdan: u yanglishdi, uringlar uni deb baqirib yuborsa bo'ladimi? Shu zahotining o'zida qayerda turishgan ekan bilmayman, odamlar kelib meni savalab ketishdi. O'lguday kaltaklashganidan keyin men qasrdan uloqtirib tashlashdi. Undan u yog'i nima bo'lganini bilmayman. Axir senga aytgan chizig'imdan chiqmagin demabmidim?" debdi Mag'riblik. "Ishning pachavasini chiqarib meni ham baloga giriftor qilding, o'zingni ham. Agar xotin ko'ylagini yechganda bormi, biz murod maqsadga yetgan bo'lardik. Endi mayli, o'tgan ishga salovat. Sen to yangi yil shu mahalgacha mening huzurimda qolasan." Mag'riblik o'sha zahoti ikki qulini chaqiribdi. Ular darrov chodirni buzib olib ketishibdi-da, bir ozdan keyin ikkita xachir yetaklab kelishibdi. Ikkovi bittadan xachirga minishib, Fos shahriga qaytib kelishibdi. Javdar Mag'riblik huzurida qolib, yaxshi yeb, yaxshi ichib yuraveribdi. Mag'riblik har kuni unga ajoyib kimxob to'nlar, turli tuman liboslar kiydirar ekan. Shu tariqa kunlar ketidan kunlar, oylar ketidan oylar o'tib, yil tugabdi. Nihoyat o'sha kutilgan kun ham yetib kelibdi. "Mana, kutgan kunimiz ham keldi", debdi Mag'riblik Javdarga. "Qani yur endi." "Xo'p, ketdik bo'lmasa", debdi Javdar. Mag'riblik Javdarni shahar tashqarisiga olib chiqibdi. U yerda o'sha tanish qullar ikkita xachir ushlab turishgan ekan. Ular xachirga minishib, anhor labiga kelishibdi. Ikkala qul darrov chodir tikibdi. Ichiga gilam va ko'rpachalar to'shab, par yostiqlar qo'yishibdi. Mag'riblik dasturxon yozib, ikkalalari ovqatlanib olishibdi. Qorinlarini to'yg'azib, xotirjam bo'lishgandan keyin Abdusamad xuddi avvalgiday qamish bilan taxtachani olib olov yoqibdi. Qo'liga giyohni tutib Javdarga: "Ey Javdar, men senga bir ikki og'iz maslahat bermoqchiman", debdi u. "Ey hoji hazratim, oldin qilgan maslahatlaring ham yegan kaltaklarim ham hali yodimda", debdi. "Hammasi esingdami?" debdi Mag'riblik. "Ha", debdi Javdar. "Joningni saqla, o'sha xotinni onam ekan deb o'ylama. U onang qiyofasida ko'rinadi xolos. Aslida o'sha xazinaning soqchisi. U seni avraydi. Bilib qo'y, agar oldingi gal aldanib tirik chiqqan bo'lsang, bu gal yanglishasan, o'liging chiqadi", debdi. "Agar bu gal ham yanglishsam, meni yoqib yuborishsa ham roziman", debdi Javdar. Mag'riblik o'tga giyoh tashlab afsun o'qiy boshlabdi. Shu zahoti anhor suvi quribdi. Javdar xazina darvozasi oldiga borib uni taqillatgan ekan, eshik lang ochilib ketibdi. Javdar 7 ta to'siqni yengib axiyri onasiga oldiga boribdi. Onasi: "Kel, bolam, xush kelibsan", debdi. Javdar bo'lsa: "Ey ma'lun, men senga qayoqdan o'g'il bo'laman? Yech kiyimlaringni", debdi. Xotin Javdarni avray boshlabdi. Lekin Javdar bo'sh kelmabdi. Xotin noiloj kiyimlarini birin-ketin yecha boshlabdi. Nihoyat ko'ylakchan bo'libdi. Hech qolganini ham la'nati degan ekan, xotin ko'ylagini ham yechibdi-yu o'sha zahoti yiqilib jon beribdi. Javdar ichkari kirib qarasa, oltinlar uyum bo'lib yotgan emish. Lekin u hech narsaga qaramay to'g'ri taxtxonaga kiribdi. U yerda Kohin Shamardalning belida qilich, barmog'ida uzuk, bo'ynida surmadon, boshida esa falak gardishi turgan emish. Javdar gohi belidan qilichini, barmog'idan uzukni, bo'ynidan surmadonni chiqarib olibdi. Keyin
boshi ustida turgan falak gardishini olgancha tashqariga otilibdi. Birdan mayin kuy chalinib, xazina mulozimlari barabariga olgan narsalaring yaxshi kuningga yarasin ey Javdar deb tilak tilashibdi. Javdar to xazinadan chiqquncha kuy chalinib turibdi. Mag'riblikning oldiga kelgan ekan, u afsun o'qishni to'xtatibdi. O'rnidan apil-tapil turgancha Javdarni quchoqlab tabriklay boshlabdi. Javdar xazinadan olib chiqqan haligi 4 narsani mag'riblikka beribdi. Mag'riblik ikkala qulini chaqirgan ekan, ular kelib chodirni yechib olib ketishibdi va bir ozdan keyin ikkita xachir yetaklab kelishibdi. Javdar bilan mag'riblik xachirga minib Fos shahriga kirib kelishibdi. Mag'riblik xaltasini keltirib undan turli taomlar ola boshlabdi. Olaverib dasturxonni ovqatga to'ldirib yuboribdi. Keyin u ukam Javdar qani bu taomlardan ye debdi. Javdar qorni to'yguncha ovqatlanibdi. Mag'riblik bo'lsa qolgan taomlarni boshqa narsalarga bo'shatib idishlarni xaltaga solib qo'yibdi. Keyin Abdusamad unga ey Javdar, sen bizni deb o'z yurtingdan tashlab kelding. Hojatimni chiqarding. Endi seni xursand qilmoqchiman. Qani tilagingni biz sababchi bo'lib zor Tangri inoyatiga yetkazsa, istaganingni aytaver, tortinma. Taqdirlashga loyiqsan debdi. Ey hazratim debdi Javdar. Avval Xudodan, keyin sendan so'raydigan narsam shu, o'sha xaltani menga bersang. Qani menga xaltani olib berchi debdi mag'riblik. Javdar xaltani unga keltirib beribdi. Keyin mag'riblik ma ola qol, bu endi seniki bo'lsa qolsin. Ey tentakvoy, bu xalta ovqat berishdan boshqa narsaga yaramaydi-ku. Boshqa narsa so'rasang ham berardim. Axir men bilan baravar mashaqqat tortding. Seni o'z vataningga xursand qilib qo'yishga so'z bergan edim. Bu noz ne'mat xaltasidan boshqa senga oltin va gavhar to'la boshqa yana bir xurjun ham berib o'z yurtingga eltib qo'yamiz. Sen o'z yurtingda katta savdogar bo'lib olasan. Bu bilan o'zingni, oilangni kiyintirasan. Kiyim-kechak, oziq-ovqat uchun muhtoj bo'lmaysan. Oilang bilan shu xaltadan ovqatlanaverasan. Ovqatlanishing uchun bunday qilishing kerak. Xaltaga qo'lingni qilib, ey xalta, hurmatkori, tepangdagi ulug'lar haqqi hurmati menga falon ovqatni ber deysan. O'sha zahotiyoq aytganingni bajo keltiradi. Kuniga 1000 xil ovqat talab qilsang ham muhayyo bo'laveradi. Shundan keyin mag'riblik xachir yetaklagan qo'lidan bittasini chaqirib, xurjunning bir ko'zini oltin, ikkinchi ko'zini gavhar va durlar bilan to'ldirib kelishni buyuribdi. So'ngra Javdarga qarab, qani xachirga min. Bu qul oldinga tushib to uyingga yetguncha yo'l boshlab boradi. Uyingga yetgach, xurjun bilan xaltani ochginu xachirni shu qul orqali qaytarib yubor. U xachirni bu yerga olib keladi. Lekin boshdan kechirgan sirlaringni hech kimga ochma. Seni Xudoga topshirdik debdi. Xudo xayringni bersin debdi Javdar va xurjunni xachirga ortib yo'lga tushibdi. Qul oldidan boshlab boraverdi. Xachir esa uning ketidan yuribdi. Shu tariqa roppa-rosa bir necha kunduz yo'l yuribdi. Ikkinchi kun tong pallasida g'alaba darvozasiga kirib boribdi. Shunda birdan Javdarning ko'zi onasiga tushib qolibdi. Onasi haq do'st deb gadoychilik qilib o'tirgan ekan. Javdarning kayfi uchib darrov xachirdan tushibdi-yu onasiga otilibdi. Onasi bo'lsa o'g'lini ko'rib yig'lab yuboribdi. Keyin Javdar onasini xachirga mindirib, o'z yuganidan yetaklagancha yo'lga tushib nihoyat uyga ketishibdi. Uyga borgach Javdar xachirdan onasini tushiribdi. Xalta bilan xurjunni olib xachirni qulga topshiribdi. Qul bo'lsa xachirni yetaklagancha hojasi oldiga jo'nabdi. Qul ham xachir ham jinlardan ekan. Onasining gadoychilik qilib o'tirganini ko'rib xo'rligi kelgan Javdar uyga kirib, "Onajon, akalarim sog' salomatmi?" deb so'rabdi. "Ha, sog' salomat" debdi onasi Javdarga. "Nega bo'lmasa sen yo'lda tilanib o'tiribsan? Ey bolam, ochlikdan gadoychilik qilib o'tiribman-da, o'lib qolmay tag'in debdi onasi. "Axir men" debdi Javdar. "Safarga ketganimda oldin birinchi kun 100 dinor bergan edim. Ikkinchi kun ham 100 dinor ketar chog'imda esa 1000 dinor bergan edim-ku." "Ey bolajonginam" debdi ona. "Akalaring ro'zg'orni g'amlab olamiz deb xiyla nayrang bilan pulni mendan tortib olishdi-da, keyin o'zimni haydab yuborishdi. Ochimdan o'lmay deb o'lganimning kunidan gadoychilik qilishga majbur bo'ldim." "Ey onajon" debdi Javdar. "G'am chekma, mana men qaytib keldim. Endi bu dunyo buyon
qiyinchilik ko'rmaysan. Mana xurjun to'la tilla-yu gavharlar, boyligimiz juda ko'p. Ey bolam, sen mening baxtiyorimsan. Xudo seni yarlaqasin, martabangni baland qilsin. Bor jon bolam, non-pon olib kel. Kechadan beri ochman, tuz totganim yo'q debdi. Javdar bu gapni eshitib kulib, qani onajon, marhamat qilib ko'nglingni nimani tutsa buyuraver. Hammasini o'z ko'z ochib yumguncha muhayyo qilaman. Bozorga bormayman, ham pishirib o'tirmayman ham debdi. Shunda onasi, ey bolam, axir qo'lingda hech vaqo yo'q-ku debdi. Hamma narsa shu yerda, xalta ichida debdi Javdar. Bolaginam, kelgan balo qazodan egamning o'zi saqlasin debdi Javdarga onasi. Aytganing kelsin debdi Javdar onasiga. Odam yo'q bo'lsa chidaydi, bor bo'lsa ko'zi to'ymaydi. Shukr, hamma narsaga qodirman. Nima istasang so'rayver. Ey o'g'lim debdi onasi unga. Issiq nonu bir parcha pishloq bo'lsa bas. Ey onajon, o'zingga yarashuvlik so'rasang-chi debdi Javdar. Menga yarashurini o'zing bilasan. Mayli, nimaga loyiq ko'rsang shu bilan qornimni to'yg'az debdi o'g'liga ona. Ey onajon, senga yarashuvri qovurdoq-u qovurma, jo'ja qip-qizil elik palov, murch sepilgan hasib, qazi qarta-yu ichiga go'sht solib pishirilgan qovoq, undan keyin ichiga masalliq solib pishirilgan qo'y go'shti-yu biqin sho'rva, senga loyiq qandu asal, bodom, mag'iz solingan patiru xushbo'y rezavorlar solib yopilgan somsalar, senga loyiq mana shular debdi. Onasi Javdarning gaplarini tinglab, o'g'lim meni mazax qilyapti deb o'ylabdi. Keyin o'g'liga qarab, "Ha, bolam, senga biror narsa bo'ldimi? Tush ko'ryapsanmi yo esing og'ib qoldimi?" debdi onasi. "Ey onajon, nega mendan unday deyapsan?" debdi Javdar onasiga. "Axir," debdi onasi, "sen tushimda ham ko'rmagan ajoyib qimmatbaho ne'matlarni atading. Axir o'zing o'ylab ko'r, bolam, unday taomlarga kimning qurbiga keladi-yu, kim uni pishirib beradi? Xudo haqqi onajon, qaysi taomni aytgan bo'lsam o'sha bilan qorningni to'yg'az" debdi. Javdar shunda onasi o'g'liga, "Axir qo'lingda hech vaqo yo'q-ku" debdi. "Xaltani keltir bu yoqqa" debdi Javdar. Onasi xaltani keltirib yotib, timirskilab ko'ribdi. Ichida hech narsa yo'q emish. Keyin uni o'g'liga uzatibdi. O'g'li esa xaltaga qo'l tiqib undan ovqat to'la idishlar olibdi. Javdar olaverib onasiga aytgan taomlarning barchasini dasturxonga qo'yibdi. Shunda onasi o'g'liga, "Ey bolaginam, bu kichkinagina xalta bo'm-bo'sh edi, ichida hech narsa yo'q edi. Sen bo'lsang bu taomlarning hammasini shu xaltadan olding. Bu idishlar qayoqda edi?" deb so'rabdi. "Ey onajon, senga aytsam bu xaltani menga mag'riblik berdi" debdi Javdar. "Bu sehrlangan, uning ichida xodim bor. Kimki biror ovqatni istasa unga qo'l tiqib, ey xalta xodimi, tepangda ulug'lar hurmati menga falon ovqatni keltir desa bo'ldi. Xizmatkor o'sha zahotiyoq aytilgan taomni hozir qiladi." Shunda Javdarga onasi, "Qani men ham qo'limni tiqib biror ovqat so'rab ko'raychi, tayyor bo'larmikan?" debdi. Javdar bo'lsa, "Marhamat, sinab ko'r" debdi. Onasi xaltaga qo'lini tiqib, "Ey xalta xodimi, tepangdagi ulug'vor ismi haqqi menga biqin go'shtli qovurdoq keltir" debdi. U shunday qiyishi bilan xaltada idish paydo bo'lganini ko'ribdi. Xaltaga qo'l tiqib uni olibdi. Qarasa, qoyilmaqom qovurdoq. Shundan so'ng non so'rabdi. Onasi istagan taomlarning hammasini olibdi. Shunda Javdar onasiga, "Ey ona, ovqatlanib bo'lganingdan keyin qolgan hammalarini boshqa idishga solib, uni xaltaga solib qo'y. Xalta sehrining sharti shu. Xaltani bo'lsa ehtiyot qil" debdi. Onasi xaltani olib ehtiyotlab bekitib qo'yibdi. Shunda Javdar, "Ey ona," debdi, "sen buni sir saqla. Men bu xaltani senga qoldiraman. Qachon biror narsa zarur bo'lib qolsa, xaltadan olaver. Xayrli sadaqa qil. Mayli, xoh men borimda bo'lsin, xoh men yo'g'imda bo'lsin, ikkala akamni ham boq." Javdar onasi bilan ovqatlanib turganida uyga birdan ikkala birodari kirib kelibdi. Ular Javdarning kelganini mahalladagi bir kishidan eshitgan ekan. O'sha kishi ularga, "Ukangiz Javdarni ko'rdim. Tagida xachir, oldida qul, egida bebaho kiyimlar" debdi. Shunda aka-uka bir beradi. "Sharmanda bo'ldik. Endi ukamizga qaysi yuz bilan qaraymiz?" deb boshlari qotibdi. Shunda ularning biri, "Onamiz o'zi shafqatli, u chiqqan bo'lsa ham baribir Javdar onamizdan rahmdil. Unga uzr aytsak bas, qabul qiladi" debdi. Ular andisha bilan Javdarning oldiga kelishgan ekan. U o'rnidan turib ularni mehribonlik bilan kutib olibdi. Quyuq hol-ahvol so'rashibdi. "Qani o'tirib ovqatlaringlar" debdi. Ikkala birodar o'tirib ovqat yeyishga tushibdi.
Ikkovi ham ochlikdan sillasi qurib, pashshasini quray olmaydigan holga tushib qolgan ekan. Ular rosa yeyib ichishibdi. Keyin Javdar ularga: "Ey og'ajonlar, ortgan ovqatlarni olinglar-da, yetim yesir beva bechoralarga bo'lib beringlar" debdi. "Ey Javdar", debdi akalari, "bu o'zimizga qolsin, kechqurun yeymiz. Kechqurun bundan ham ko'proq ovqat bo'ladi", debdi Javdar. Shunda keyin ular qolgan ovqatlarni ko'chaga olib chiqib, o'tgan-ketgan yetim yesir beva bechoralarga "Ol, yeyver, hech narsa qolmasin" deb ulashib, idishni qaytarib keltirishibdi. Javdar onasiga: "Bu idishlarni xaltaga solib qo'y", debdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 616-kecha. "Ey saodatli shoh", deb davom etdi Shahrizod. "Eshitishimga qaraganda Javdarning birodarlari qolgan ovqatlarni yetim yesir beva bechora miskinlarga ulashib kelishgandan so'ng Javdar onasiga idishlarni uzatib, "Buni xaltaga solib qo'y", debdi. Kechqurun Javdar uyga kirib, xaltadan 40 turli noz ne'mat olib, bir chekka qo'ygach, akalari oldiga chiqib o'tiribdi-da, onasiga: "Qani onajon, ovqatlarni keltir", debdi. Onasi uyga kirib qarasa, hamma yoq noz ne'matlarga to'la. U darrov dasturxon yozib, birin-ketin 40 xil taomni hammasini keltirib qo'yibdi. Ovqatlanib bo'lganlaridan so'ng Javdar akalariga: "Qolgan taomlarni kambag'al miskinlarga beringlar", debdi. Ular olib chiqib, yetim yesir beva bechoralarga tarqatibdilar. Ular kelguncha Javdar xaltadan bir necha xil shirinlik olib qo'yibdi. Hammalari maza qilib yeyishibdi. Ortganini Javdar qo'ni-qo'shnilarga bo'lishaveribdi. Ertasi ham, indin ham, uning indin ham shunday qilibdi. Oradan 10 kun o'tib 11-kun kelganda Solim Salimga: "Nima sababdan Javdar bunchalik pur ne'mat bo'lib ketdi?" debdi. "Yaxshi ovqatlar bilan u bizni ertalab ziyofat qilsa, tushda ziyofat qilsa, kechqurun ziyofat qilsa, yana kechalari anvoyi shirinliklar tortiq qilsa, nimaiki ortib qolsa hammasini yetim yesir beva bechoralarga berdirsa, bularni u qayoqdan olyapti? Axir bu sultonlarning ishi-ku. Bu davlatga u qanday erishdikin? Bu xilma-xil taomlar va shirinliklarni qayerdan olayotganini hech o'ylab ko'rdingmi? U bozorga borib xarajat qilganini yoki olov yoqib pishirganini biror marta ham ko'rganimiz yo'q. Uning oshxonasi ham, oshpazi ham yo'q." "Rost", debdi Salim. "Xudo haqqi, bu to'g'rida hech o'ylamabman. Lekin bu sirni qanday qilib bilsak bo'larkan? Bunga onamizdan bo'lak hech kim yordam berolmaydi", debdi unga Solim. Ular Javdar yo'qda onalari oldiga kelishibdi. Hiyla-nayrang bilan: "Ey ona, ikkovimizning ham qornimiz och", deyishibdi. "Xotirjam bo'linglar", debdi onasi va uyga kirib xaltadan issiqqina ovqat olibdi-da, keltirib qo'yibdi. Shunda ikkala o'g'il: "Ey ona, bu keltirgan ovqatlaring issiq, lekin sen bularni pishirgan, hatto gugurt chaqqaning ham yo'q. Ayt, qayerdan olding?" deyishibdi. "Xaltadan olingan", debdi ona. "Bu qanaqa xalta?" deyishibdi ikkala o'g'il. "Bu sehrlangan xalta", debdi ona farzandlariga. "Taomlarni xizmatkorlardan so'rash kerak." Ona ikkala o'g'liga voqeani aytib beribdi. "Hech kimga aytmanglar", debdi tayinlabdi. Salim bilan Solim: "Tuya ko'rdingmi?" "Yo'q, onajon, hech kimga aytmaymiz, lekin qanday qilib ovqat olinishini ham o'rgatib qo'y", deyishibdi. Onasi ikkoviga xaltadan ovqat olish yo'lini o'rgatibdi. Ular xaltaga qo'llarini tiqib, istagan noz ne'matlarni oladigan bo'lishibdi. Javdar bundan bexabar ekan. Xaltaning sirini bilib olgach, Solim Salimga debdi: "Ey birodar, qachongacha biz xizmatkorga o'xshab Javdarga bo'ynimizni qisib xayr sadaqasini yeb yuramiz? Bir xiyla bilan xaltani o'zimizniki qilib olmaymizmi?" "Qanday qilib?" debdi Salim. "Javdarni Suvays deganimizning boshlig'iga sotamiz", debdi Solim. "Qanday qilib sotamiz?" dedi Salim. Solim unga: "Ikkovimiz o'sha boshliqning oldiga boramiz-da, 2 odam bilan uni chorlaymiz. Undan keyin men Javdarga nima desam, sen shuni tasdiqlab tursang, yarim kechga borib nima qilganini o'z ko'zing bilan ko'rasan." Shundan keyin Salim bilan Solim o'z birodarlarini sotishga chog'lanib kelishib olibdilar va Suvays dengiz boshlig'ining huzuriga boribdi. Arz qilib boshlabdilar: "Ey boshliq, huzuringga bir ish bilan keldik. Undan o'zing ham xursand bo'lasan", deyishibdi. "Xo'sh", debdi boshliq. "Bizlar aka-ukamiz", deyishibdi ular. "Bizning bir ukamiz bor, juda sayoq, bir aks, noinsof bola. Undan hech bir yaxshilik chiqmaydi. Otamiz o'lib, undan qolgan uncha-muncha merosni bo'lishib oldik. Ukamiz o'ziga tegishli merosni fisq-u fasod
sayoq yo'llarga sarflab qissadan bir chiqqa ham qolmagandan keyin uyimizdan hokimga arz qildi. Qurib ketgurning gapini qarang, sizlar mening hissamni ham otamning o'limini ham olib qo'ygansizlar debdiya. Bu quruq tuhmatga qarshi biz ham hokimga arz qilaverib bor yo'g'imizdan ayrildik. Ukamiz bo'lsa biroz vaqt o'tgach yana arz qilishga tushdi. O'zimizni himoya qilamiz deb juda qashshoqlashib ketdik. Shundan ham bizning tinch qo'ymayapti. Uning dastidan bizga hech tinim yo'q. Shu ukamizni sotib olsang-da bir amallab yo'qotsang. Biror hiyla bilan uni bu yerga olib kela olasizlarmi? Agar shunday qila olsalaring, men uni darrov dengizga jo'nataman, debdi boshliq. Olib kela olmaymiz, deyishibdi ular. Iltimos, o'zing bilan birga 2 kishi olib biznikiga mehmon bo'lib bor. Ammo kishilarning soni 2 nafardan oshmasin. Shunda o'tirishib, ukamiz uxlagan paytda beshovimiz unga yopirilamiz u oyoq qo'lini bog'lab beramiz. Og'zi do'ppi tikib qachon qorong'isiga uydan olib chiqib ketsang, keyin bilganingni qil. Jonim bilan, debdi boshliq. Shunday bo'lgach uni arzonroq qilib 40 dinaga sotasizlar-da. Mayli, debdi ular boshliqqa. Shomdan keyin falon joydagi falon uyga kel. Bittamiz eshik oldida kutib turamiz. Bo'pti, ketaveringlar, debdi boshliq. Shundan keyin ular Javdar oldiga kelib, bir oz sabr qilib o'tirishgach, Solim borib Javdarning qo'lini o'pdi. "Ey aka, nima bo'ldi senga?" debdi Javdar. "Ey ukajon", debdi Solim. "Senga nima deb tushuntirsam ekan? Mening bir do'stim bor. Sen yo'g'ingda u meni bir necha bor uyga chiqarib, izzat ikrom bilan juda ko'p yaxshilik qilgan edi. Uyga borsam o'tkazgani joy topolmasdi. Mana qilgan yaxshiliklarini mana bu Salim akang ham biladi. O'sha oshnam bilan shu bugun uchrashib qoldim. U meni uyga taklif qilgan edi, rad qildim. Mening bir ukam bor, uni tashlab keta olmayman dedim. U ukangni ham o'zing bilan birga olib kela qol, dedi. Men unga ukam rozi bo'lmaydi, o'zing ukalaring bilan biznikiga kelsang yaxshi bo'lardi, dedim. Ukalari ham yonida o'tirgan edi. Ularni ham uyga taklif qildim. Men ularga manzirat qilaman-u, ular yo'q deb qo'ya qolishar deb o'ylovdim. Lekin manziratim hammasiga ma'qul tushdi qo'ydi. Mayli, avrat masjidning oldida tutib ol, ukalarim bilan birga boraman, dedi. Ular kelishsa sening oldingga hijolat bo'laman. Shu kecha ularni bir amallab mehmon qilib meni hijolatdan qutqaz. Xudoga shukr, sendan yo'q emas, jon uka mol va dunyo ham bor. Uyimizga chaqirishni ep ko'rmasang, unda qo'shnimizga o'tkazishga ruxsat ber. Nega qo'shninikida o'tkazar ekansan, debdi Javdar. Mehmon chaqirishga uyimiz torliq qiladimi yo mehmondorchilik qilishga kuchimiz yetmaydimi? Buni mendan iltimos qilib o'tirishingning o'ziyati yo'q. Xotirjam bo'l. Noz ne'matlar serob. Ko'nglingdagini ortiq kutib olamiz. Mehmonlar kelganda mabodo men bo'lmasam onamizga aytsang, bas u hammasini bajo keltiradi. Bor tezroq, mehmonlaringni oshlab kel. Ular har kim o'z rizqi bilan keladi. Mehmonli uyga baraka kiradi. Solim quvongan bo'lib Javdarning qo'lini o'pib jo'nabdi. U borib avrat masjidning oldida poylab o'tiribdi. Ular shom paytida kelishgan ekan. Solim uyga boshlab kelibdi. Javdar mehmonlarni xush kelibsizlar, marhamat deya xushchaqchaqlik bilan kutib olibdi-da, o'tkazib samimiy suhbat quribdi. Bechora Javdar baloga giriftor bo'lishini qayerdan bilsin? U taom keltirishni so'rabdi. Onasi xaltadan idish taom ola boshlabdi. Bunga ko'ngli to'yilmagan Javdar falon ovqat keltir, piston ovqat keltir deyaverib, nihoyat dasturxonga 40 xil taom qo'ydiribdi. Xo'p yeb ichishibdi. Dengizchilar bu noz ne'matlar, izzat ikromlarning hammasini Solim qilyapti deb o'ylashar edi. Kechasi 3 xufton bo'lganida Javdar mehmonlarga shirinliklar tortibdi. Solim bo'lsa mulozamat qilib turibdi. Javdar bilan Solim to mehmonlar uxlamoqchi bo'lgunlaricha kutib o'tirishibdi. Nihoyat mehmonlar ko'rpaga kirishibdi. Xotirjam bo'lgan Javdar ham o'rniga kirib yotibdi-yu, g'aflat uyquga ketibdi. Shu vaqt poylab yotgan odamlar bilan birga Solim bilan Salim Javdarga tashlanishibdi. Javdar ko'zini ochganda og'ziga allaqachon do'ppi tiqilgan ekan. Hash-pash deguncha uning qo'l oyog'ini bog'lab ko'targanlaricha tun yarmida uydan olib chiqib ketishibdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi.